Zilzila bu insoniyat nazorat qila olmaydigan tabiiy hodisa. U asosan yer qa'rida to'plangan energiyaning keskin ajralib chiqishi natijasida yuzaga keladi. Uning kuchi va intensivligi turli o'lchov mezonlari orqali baholanadi. Bu esa aholining unga tayyorgarlik ko'rishi va xavfsizlik choralarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan maqsadlar doirasida seysmologiya sohasiga qaratilayotgan e'tibor, zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi hamda tizimli islohotlar ushbu yo'nalishda yangi bosqichni boshlab berdi. Kutilgan fursat sahnasida ta'kidlanganidek, demak, kuchli zilziladan barvaqt xabardor qilish tizimini o'tgan safar o'sha bosqichlari, afzalliklari va imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot bergan edi. Bu tizimda asosiy joriy qilish uchun biz 3 ta bosqichga bo'lganmiz. Erta ogohlantirish tizimini joriy qilishdi. Birinchi bosqichi bu seysmik stansiyalar sonini ko'paytirish. Chunki tezroq barvaqt aniqlaydigan bo'lishimiz uchun seysmik stansiyalar soni 200 taga yetkazish rejalashtirilgan. Barcha stansiyalarni internet tarmog'iga ulash va tezkorlik bilan ularni qayta ishlaydigan axborot kommunikatsiyalarni yoki sun'iy idrokni joriy qilish natijasida zilzila sodir bo'lsa 10-15 sekund ichida uni aniqlash va xabar berish. Ikkinchi bosqichda bitta narsani hisobga olganmizki, faqat O'zbekistondagi stansiyalarni joylashtirish bilan, sonini ko'paytirish bilan bu tizim joriy etilib bo'lmaydi. Chunki asosiy zilzilalar yoki kuchli zilzilalar bu qo'shni respublikalarda sodir bo'ladi. Tojikiston, Qirg'iziston, Afg'oniston hududlarida. Demak, ularda seysmik stansiyalarini ham biz o'zimizning milliy tarmoqqa integratsiya qilishimiz kerak. Uchinchi bosqichda butun respublikadagi stansiyalar sonini 300 taga yetkazish. Qo'shni respublikalar bilan 350 taga yetkazish. Bu degani har 20-25 kilometrda bitta seysmik datchiklar o'rnatilgan bo'ladi. Demak, bugungi kunda respublikada 200 ga yaqin stansiyalar to'liq o'rnatildi. Ishga tushirildi. Dastur ishlab chiqildi, Seyskom dasturi mavjud edi. O'sha dastur bazasida butun respublikaga o'rnatilgan barcha akselerometrlar real vaqt rejimida qabul qilish ishlari boshlandi. Bugungi kunda respublikada zilziladan barvaqt xabardor qilish tizimini joriy etish ishlari bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Rejaga ko'ra 2026-yilda tizim qamrovi 30% ga, 2030-yilga borib esa 100% ga yetkazilishi ko'zda tutilgan. Mana shu qizil chizig'imiz bu hozirgi vaqt. Bu yoqdan kelib turgan hamma ma'lumotlar mana shu real vaqtda kelyapti hozir serverga. Tizim real vaqtda ma'lumotlarni ko'ryapti. Agar zilzila bo'lib qolsa, qayerdadir, Qirg'iziston, O'zbekiston qanaqasi yo'q. Eng yaqin stansiyadan boshlab shu zilzilalar qayd etishni boshlanadi. Tizim avtomatik ravishda ma'lumotlarni qayta ishlashni boshlaydi. Mutaxassisning aytishicha, hozirda Toshkent shahri va viloyatlarda tizim sinovdan o'tkazilmoqda va dastlabki natijalar ijobiy. Erta ogohlantirish tizimi, ya'ni 5 ball va undan yuqori zilzila bo'lganda ogohlantirish tizimi, bir xilgilar bor, 2-3 ballda ham nega ogohlantirmadinglar, nega xabar yo'q. 2-3 ball bu odamlar sezmaydi buni. 5 balldan boshlab bu talafot keltiradi yoki odamlar jabr ko'rishi mumkin. O'shaning uchun 5-6 ball deganimiz shundan boshlab turib ogohlantiramiz. Kuchli zilziladan erta ogohlantirishni 26-yilda 30% seysmik faol hududda yashovchi aholi deganimiz. Asosan biz Toshkent shahri, Toshkent viloyati uchun 2026-yilda ishga tushiramiz. Ya'ni shu aholi barvaqt xabar berishdan foydalanish imkoniyati bo'ladi. 1 soat oldin bo'lgan zilzila Qirg'iziston hududida bo'lgan, magnitudasi 2,5 bo'ldi. Bu kuchsiz zilzila hisoblanadi. Ya'ni buni faqat maxsus o'sha seysmodatchiklar sezadi xolos. Va stansiyalarimiz mana kodlari bilan qayd etilgan stansiyalar mana shu to'lqinlarni qayd etyapti. Ya'ni bo'ylama to'lqin dedik, birinchi to'lqin, ikkinchi to'lqin. Mana shu pastdagi ko'rayotgan seysmograflar bir nechta stansiyalarda shu narsa takrorlangan. Faqat bitta stansiya emas, pastida bir 10 ga yaqin stansiyalarda shu holat takrorlangandan keyin tizim buni zilzila deb ko'rib turib, qayerda bo'lganini va sizga qachon yetib borishini masofaga qarab xabardor qilib ketaveradi. Tizimning mohiyati shunaqa. Mana shu zilzilamizda birinchi to'lqin bo'ylama to'lqin deyiladi. Buni odamlar sezmaydi. Binolarga shikast yetkazmaydi bu to'lqin. Chunki faqat keladi haligi turtganda nimadir gurs etdimi deganini qaytadi-yu, nimadir gursilladimi? Bu o'sha zilzilaning birinchi to'lqini. Endi shundan keyin 50 sekunddan keyin ikkinchi to'lqin kelyapti, S to'lqin. Bu asosan 70 zilzilaning 70% energiyasini mana shu ikkinchi to'lqin sarf qiladi. Mana shu ikkinchi to'lqin bilan chiqib ketadi 70%. Demak, binoni tebratadigan ham, odam binoga talafot yetkazadigan ham, odam sezadigan ham mana shu ikkinchi to'lqin keladi. Bu bizim tizimimizning maqsadi mana shu ikkinchi to'lqin qachon kelishini aytish. Mana shuni orasi 50 sekund birinchi to'lqin bilan. Bu nima degani 50 sekund? Bu qancha
Birinchi to'lqin bilan ikkinchi to'lqinning orasi qancha uzoq bo'lsa, shuncha uzoqdan kelyapti bu zilzila degani. Agarda mana shu zilzila Toshkentga yaqin hududda sodir bo'lgan bo'lsa, 2-3-4 sekunddan bo'lishi mumkin orasi. 2-3 sekund. Bu degani Toshkentdan 50 kilometr radiusda ichida bo'ldi bu zilzila. Qancha shuni orasi ochilsa, demak to'lqin uzoqdan kelyapti. Sababi birinchi to'lqin, birinchi keladigan to'lqinning tezligi 6 kilometr sekund. Ikkinchi to'lqinning tezligi bu 3,5 km o'rtacha, 6 kilometr o'rtacha, 3,5 kilometr sekundiga bu o'rtacha tezlik. Uzoqda bo'lsa birinchi to'lqin keladi, ikkinchi to'lqin orqada qolib ketaveradi tezligini hisobiga. Demak, bu uzoqdan kelyapti. O'shancha shuncha orqada qolib ketgan. Yaqin bo'lsa, bular orqama-ketin kirib kelishni boshlaydi. Qancha yaqin bo'lsa, qancha uzoq bo'lsa qochadi. O'shaning uchun biz ham uzoqroqda bo'lsa oldinroq xabar beramiz. Yaqinroq bo'lsa qisqaroq vaqtda xabar beramiz, chunki orasi juda yaqin bo'ladi. Eng ko'p zilzila bo'ladigan, eng kuchli ko'p zilzila bo'lgan shu Afg'onistonning Hindukush tog'lari. Afg'onistonning Hindukush tog'larida kuchli zilzila bo'lib qolsa, Toshkent shahriga 40 sekund, 50 sekund oldin xabar keladi. Bizning maqsadimiz nafaqat Toshkentga, butun respublikaga ishga tushiramiz-ku buni 2030-yilgacha. Termizga qancha sekund xabar oldin bera olamiz? Termizga agar 20 sekund, 30 sekund xabar bera olsak, bu juda katta narsa Afg'onda. Chunki eng kuchli zilzila Afg'onistonda bo'ladi, ko'proq nisbatan. Eng ko'p birinchi to'lqin ya'ni Surxondaryoga kirib keladi. Talofat birinchi Surxondaryoda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun birinchi biz hozir Termizda, undan keyin viloyatlar markaziga yoki viloyatda yashovchilarni xabardor qilish narxasini yo'lga qo'yamiz. Bu vaqt hozir 15 sekund, 20 sekund deyapmiz, lekin bu rivojlanish, ishlayapmiz ustida, bularni qisqartirish, tezroq topish, to'g'ri topish va tezroq xabar berish tizimini ishga tushiramiz. Siz ko'rib turgan bu qurilmalar oddiy texnika emas, balki inson hayotini asrashga xizmat qiluvchi muhim tizimning ajralmas qismidir. Ushbu ko'rib turgan qurilmamiz o'sha erta ogohlantirishda barvaqt tizimi, milliy tizimni ishga tushirish to'g'risida yuqorida ham ko'p ta'kidladik. Butun respublikaga o'rnatilgan o'shani ko'rinishi, ya'ni bu qurilma Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan, hozir bizning hududlarimizga o'rnatilgan akselerometr deyiladi. Ya'ni bu kuchli zilzilalarni qayd etish uchun mo'ljallangan seysmodatchik. Ushbu datchiklar butun respublikamizga o'sha 1 metr pastga tushirganmiz, 1 metr hamma anaqada standartni qilib turib 1 metr pastga o'rnatilgan. Demak, 200 ga yaqin datchiklar respublika bo'yicha zilzilalarni qayd etadi va bizga ma'lumotlarni yuborishga mo'ljallangan raqamli eng zamonaviy, ya'ni akselerometr stansiyalari hisoblanadi. Yangi tizim faqat stansiyalar bilan cheklanib qolmadi. Aholi uchun maxsus ilova ham ishlab chiqilgan. Tizim sinovdan o'tmagani uchun mobil ilovaga integratsiya qilmaganmiz, sababi har xil noto'g'ri ma'lumotlar ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun qachonki sinovdan o'tgandan keyin mobil ilovaga integratsiya qilamiz. Mobil ilovani o'sha Play Marketdan yoki xohlagan o'sha o'zlari yuklab olish mumkin bo'lgan joylardan yuklab olishadi, o'rnatishadi. Ushbu ilova foydalanuvchining joylashuviga qarab zilzila kuchini ko'rsatadi. Tebranish yetib kelish vaqtini hisoblaydi. Favqulodda vaziyatlarda qanday harakat qilish bo'yicha tavsiyalar beradi. Bu esa har bir fuqaroning o'z xavfsizligi uchun mustaqil chora ko'rishga yordam beradi. Bir haftada O'zbekiston hududida 60-70 ga yaqin kuchsiz zilzilalar sodir bo'ladi. Odamlar sezmaydi, faqat o'sha maxsus datchiklar yordamida qayd etiladi va qayerda bo'lgani topiladi. Endi Qirg'iz, Tojikiston hududida bir 10 mingga yaqin zilzilalar bo'ladi. Bu normal holat. Bu Markaziy Osiyo uchun bu 60-70 ta yoki ularda 100-200 ga yaqin zilzilalarda, kuchsiz zilzilalar sodir bo'lishi bu normal holat hisoblanadi. Sababi zilzila sodir bo'lib turgani bu yaxshi narsa. Chunki energiya to'planmaydi, chiqib ketaveradi, sarf bo'lib turadi. Agar bo'lmasa bu xavf bo'lishi mumkin. Chunki to'planyapti u kuch. Qayerdadir. To'planyapti-da, bir kun katta kuch bilan chiqib ketadi keyin. Yer o'z o'qini atrofida aylanyaptimi? Yer Quyosh sayyorasida atrofida aylanyaptimi? Demak, yer ostida jarayon ketyapti. Tong otyaptimi? Kun botyaptimi? Yer demak aylanyapti o'q atrofida. Demak, yer ostida ham gechanang jarayonlar ketyapti. Zilzilani to'xtatib bo'lmaydi, lekin uning oqibatlarini kamaytirish mumkin. Erta ogohlantirish milliy tizimi, zamonaviy texnologiyalar va aholining tayyorgarligi bularning barchasi birgalikda inson hayotini asrashga xizmat qiladi. O'zbekiston 2030 strategiyasining 98-maqsadi esa bu jarayonni aniq reja va muddatlar asosida amalga oshirishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, bu islohotlar qog'ozda emas, amalda, har bir soniyada, har bir signalda o'z natijasini ko'rsatmoqda.